Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi darsimizda biz speaking, ya'ni safar imtihonini, ya'ni speaking part 1 new format qismini o'tib o'rganamiz. Ya'ni biz bunda 5 ta elementni sanab va o'rganib ketamiz. Xo'p, kella men ekranga yozishni boshladim. Ya'ni speaking part 1 ne qilaylik? New format. Ya'ni speakingda yangi formatini o'rganamiz bugun. Xo'p, bular ya'ni part 1 qismi o'zi 2 ga bo'linadi. Ya'ni basics 2 ga bo'linadi. Xo'p. Ketdi. Divided into two how can I say parts. Ya'ni ikkita turga bo'linadi part 1 qismi speakingda. Xo'p, bulardan ne qilamiz? Speaking part part 1.1. Ya'ni biru 1. Speaking biru 1 va biru 2 bo'ladi. Xo'p, mana biru 1 ne qiladi? Speaking part biru undan 2 qismiga ajraladi. Xo'p. Endi qaranglar. Kelinglar shu ikkalasini nima farqi borligini tushuntirib o'tib ketsam ozgina. Xo'p. Kelinglar, bunday qilaylik. Ya'ni birinchisi speaking part biru undan 1. Xo'p. Bunda nima bo'ladi? Qaranglar. Bunda 3 questions about melida on different topics. Ya'ni qaranglar. Biru bir qismida sizga 3 ta savol beradi. Hozir. Qarang. Bunda part biru bir qismida 3 ta savol beriladi va har xil mavzuda. Ya'ni oddiy mavzularda savollar beriladi. Misol uchun qaranglar. Men o'zimga tushgan savollardan gapirsam, sizga misol uchun qaysi turdagi kiyimlar yoqadi kiyish yoki misol uchun gazetani qaysi paytlar o'qishni yaxshi ko'rasiz yoki qanaqa o'yinlar yoqadi sizga? Shunaqa oddiy o'ziga tegishli, ya'ni u personal, ya'ni shaxsiy savollar beriladi va bularga siz javob berishingiz kerak. Qarang. Endi bularga 5 seconds to prepare. Ya'ni 5 sekund har bittasiga tayyorlanishga beradi. Qaranglar. Va 30 seconds to speak. Qaranglar. Har bittasiga 5 sekunddan berar ekan va 30 sekund sizlar gapirishinglar kerak ekan o'sha savolga. Qaranglar, bunday qilaylik. Xo'p. Bunday qilamiz. Mana. Boshlanishi. Xo'p, darsga davom etamiz. Ketdik. Qaranglar endi.
hozir bir minut. Endi biz ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni speaking part 1 undan 2. Ya'ni speaking part 1 undan 2 qismi. Qaranglar. Bunda nima bo'ladi desanglar, qara, nima bo'ladi desanglar, bunda one picture bitta rasm bo'ladi to describe. Ya'ni tasvirlashga bitta rasm bo'ladi siz uchun. Qaranglar. Misol uchun mana bu rasm. Bu rasm ko'p imtihonda tushgan va shuni men tanlashga qaror qildim, to'g'risi. Misol uchun shunaqa rasm bo'ladi, siz buni tasvirlashingiz kerak. Part 1 2 da. Qaranglar, bunda nima bo'ladi? 10 seconds. 10 seconds. Bunday qilaylik shuni. Bunday qilamiz. 10 seconds to prepare, ya'ni 10 sekund tayyorlanishga vaqt beradi. 45 seconds to speak, ya'ni 10 sekund tayyorlanishga vaqt berib, 45 sekund sizga gapirishga vaqt berar ekan. Qaranglar, yana bir narsa mana yerda aytib o'tishim kerak. To follow up questions. Qaranglar. On the same topic as a picture deylik. Qaranglar. Va bu rasmdan tashqari uni orqasidan yana ikkita o'sha rasm bilan mavzusi bir xil bo'lgan, ya'ni ikkita savol kelar ekan sizga. Endi qaranglar. Bunga ham xuddi shunday, ya'ni tepadagilardagidaqa 5 seconds to prepare. Ya'ni 5 sekund tayyorlanishga 30 seconds to speak. Ya'ni tepadagilarga o'xshab bunga ham har bittasiga 5 sekunddan vaqt beradi tayyorlanishga. Ya'ni 30 sekund unda gapirishingiz kerak. Xo'p, bunday qilaylik. Tak. Endi qaranglar, do'stlar. Kelinglar part 1 undan 2 qismini gapirib o'tib keladi. Chunki bu ko'pchilikka, ya'ni bu yangilik bo'ladi. Part 1 qismini ko'pchilik biladi. Ya'ni nimani yoqtirasan, shunga o'xshagan savollar. Kelinglar cho'zmasdan part 1 2 qismini gapirib o'tib ketsak. Xo'p. 1 minute please. Well. Qara, men shu rasmni oldim, manbadan qidirdim, to'g'risi. Chunki bu rasm ko'pchilikka tushgan va common question hisoblanadi, ya'ni ko'p imtihonda tushadigan savol hisoblanadi bu. Endi qaranglar. Part 1-2 qismiga o'tadigan bo'lsak, speaking part 1-2. Endi bunda nima bo'ladi? Bizda bunda picture description bo'ladi. Qara, biz bu part 1-2 da rasmni tasvirlashimiz kerak. Xo'p, kelinglar mana bu rasmda biz 3 ta savolni yozib olaylik oldin. Ketdi. Xo'p, birinchisi ketdi. Describe these pictures. Ya'ni siz rasmlarni tasvirlang deyapti birinchi savolda. Xo'p, ikkinchi savol. Adashmasam ikkinchi savol nima deydi?
Xo'p, ketdik. Davom etamiz. Xo'p, bular hisoblanar ekan. Endi qaranglar. Buni qanday describe qilamiz? Ya'ni qanday tasvirlaymiz endi bularni? Endi buni biz buni 5 ta elementga bo'lib olamiz. Ya'ni 5 ta o'zini strukturasiga bo'lib olamiz. Qaranglar. Savol qo'yaman mana yerga. How qaranglar. How to describe pictures. Ya'ni biz rasmlarni qanday tasvirlaymiz deyapmiz. Mana. How to describe these pictures. Xo'p, endi biz birinchi qadamni mana qo'yishimiz kerak. Birinchi nima qilamiz? Qaranglar. Xo'p, ketdi. Start, qaranglar. Start with, ya'ni start with the general, nima desa bo'ladi? Theme of these two pictures. Ya'ni qaranglar. Biz general boshlashimiz kerak gapimizni. Misol uchun, mana bu rasmni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Kelinglar shuni bunday pastga tushiraylik, kattalashtirib ko'rishimiz osonroq bo'ladi. Mana. Bu rasmda ikkalasida nima ko'rinyapti? Asosiy meaning nima? Ya'ni birinchisida ham misol uchun o'sha ayollar va bolalar, o'sha erkaklar celebrate, ya'ni nishonlashyapti qandaydir bayramni. Ikkinchisida ham nishonlashyapti. Ya'ni umumiy mazmuni nima? Ikkalasi ham nishonlash haqida ketyaptimi? Endi shuni biz umumiy qilib ikkala rasmnikini bitta qilib boshlashimiz kerak. Qaranglar. Qanday boshlashimiz mumkin? Xo'p. Ketdi. These pictures, nima desa bo'ladi? Pictures deylikmi yo? Yo'q, nima deylik? Given pictures, this given pictures, yo'q, pictures demaylik-da. Qaranglar. Photos demonstrate. Ya'ni shu berilgan rasmlar ko'rsatyaptiki, different ways of qaranglar. Biz tepada nima dedik? Ya'ni ikkalasi ham nimani tasvirlayapti? Ya'ni nishonlashdi. Ya'ni biz vaqiqaga yozib ketishimiz kerak. Celebrating events. Qaranglar. Shunday boshlasak bo'ladi. Misol uchun bu berilgan rasmlar bizga har xil nishonlash yo'llarini ko'rsatyapti deb umumiy biz mazmunda berib ketyapmiz boshdayoq. Tushunyapsizlarmi? Qaranglar, endi ikkinchi elementga o'tamiz. Ikkinchi bo'lib nimani yozishimiz kerak? Qaranglar. 2 ketdi. Describe, qaranglar. Each nima deymiz? Photos in order with at least deylik. At least nechta? Two sentences. Two sentences. Ya'ni qaranglar. Biz endi har bitta rasmda ikkita gap bilan ta'sirlab o'tib ketishimiz kerak ekan. Tushunyapsizlarmi? Qaranglar. To'xtanglar, bitta narsani oldin aytib ketay yana bitta. But lekin first birinchi qanday nima deyishimiz mumkin? First give general view of each picture deylik. Qaranglar. Biz u ikkita nimani berib ketishdan oldin mana tepaga qaraylik-da. Qaranglar, ikkala rasm nishonlash haqida, to'g'rimi? Biz uni boshida ikkalasini umumlashtirib bitta qilib gapirib o'tib ketdik, ya'ni urg'uga nuqta berib ketdik. Endi biz nima qilishimiz kerak ikkinchisida? Ya'ni har bitta rasmga boshida mana misol uchun birinchi rasmni tasvirlashdan oldin endi unga alohida berib ketishimiz kerak, ikkinchi rasmga alohida berib ketishimiz kerak. Tushundinglarmi? Boshida ikkalasini bitta qilgan bo'lsa, endi
alohida har bittasiga umumiy bittadan fikr berib ketishimiz kerak. Xo'p, qaranglar endi. Qanday boshlashimiz mumkin? In the first picture demayli endi. Image on the left, ya'ni chap tarafdagi birinchi rasmda nima deymiz? We can see nima deymiz? Family deyoramizmi? Xo'p. Family celebrating, ya'ni oila nishonlashyapti. Nima nishonlashyapti? Bir ahamiyat berib chatga yoza olasizlarmi? Nima taxminlar bor? Nima nishonlashyapti birinchisida? Menimcha bu qanaqadir gender partiga o'xshayapti. Chunki qaranglar, bularda orqasida misol uchun qanaqadir boymi, girl deb yozib qo'yibdi. Menimcha bu gender party aytyaptimi? Misol uchun oilaga qanaqadir chaqaloq yoki yangi a'zo o'sha kirib kelishi gender party deyiladi. Menimcha ham shunaqa nishonlashyapti. Kelinglar shuni gapirib o'tib ketaveraylik, gender party deb. Xo'p, gender party. Ya'ni oila gender party, ya'ni yangi o'sha chaqaloq kelishini nishonlashyapti. Which nima deymiz? Which is nima desa bo'ladi? Evidence from qaysi aniqki from the big deyveraylik. From big letters, ya'ni katta harflardan saying nima boy or girl deyveraylik. Or girl, boy or girl hanging on strings. Qaranglar. Ya'ni ular o'sha gender party nishonlashyapti. Bu aniqki deyapmiz. Bu ko'rsatyaptiki o'sha ya'ni o'sha orqaga ilingan katta harflarda yozilgan boy or girl deb, ya'ni string nima? Ipga ilingan o'sha katta harflardan bilib olishimiz mumkin deyapmiz. Va bu aniq bo'lyapti deyapmiz. Xo'p, biz bunga endi bitta general fikr berib oldik. Endi qaranglar. Keyingisi nima qilamiz 3 ga? Hozir men 2 nima deb qilaylik. Tak, yo'q. Xo'p. Qaranglar. Endi 3-elementga o'tsak. 3-element nima? Xo'p, qaranglar. 3 qaranglar. Pay attention to the details in each pictures. Ya'ni qaranglar. Biz rasmlarda har bitta rasmdagi detallarga ahamiyat berishimiz kerak. Misol uchun qaranglar. Rasmga qaytamiz. Shuni sal kattalashtiring. Yana Xo'p, qaranglar. Misol uchun detallarga ahamiyat bersak, birinchi rasmga qarasak, misol uchun ikkita erkak turibdi, bu yoqda 3 ta ayol turibdi. Ular o'sha gaplashyapti, xursand, bitta aka qo'lini ko'tarib baxtli bo'lyapti. Va agar mayda detallarga ham ahamiyat bersa, misol uchun stol ustida shirinliklar turibdi, misol uchun biskvitlar turibdi, gul turibdi, misol uchun mana beverages turibdi, drinks turibdi, o'sha yoki mana korobkalar bu yoqda turibdi, chap tarafda. O'sha balkim sovg'alardir, shunaqa detallarga ahamiyat berishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Misol uchun orqa fonga qarasang, mana kitchenda misol uchun equipmentlari, ya'ni jihozlari turibdi, shar turibdi. Shunga o'xshagan detallarga ahamiyat berib gapirishimiz kerak endi. Endi qaranglar. Keling, endi boshlaymiz 3-elementimizni. Xo'p. Xo'p, boshladik. It is also
it is also it is also clear it is also clear to'xtanglar. It's also clear demaylik-da. Boshqa narsa deymiz. There are two men, ya'ni ikkita erkak bor deyapmiz va three women, ya'ni 3 ta ayol ham bor deyapmiz. Xo'p, all nima deymiz? All of them are cheering deyveraylik. Cheering and nima qilishyapti? Tak, kulishyapti deylik. Laughing. Ya'ni ikkita va 3 ta ayol bor va ular o'sha zavqlanishyapti, o'sha kulishyapti. Shuna deb ketsa bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Gap davom ettirib qo'yaylik. Tak, nima desa bo'ladi? Qaranglar. Which means they deyiladi. They are probably ehtimol probably happy at this time deydi. Ya'ni qaranglar. Yo, at this time demaylik, moment deydi. Xo'p. Biz ikkita va 3 ta ayolni ko'ryapmiz va ular zavqlanishyapti, o'sha kulishyapti va bu anglatadiki deyapmiz. Ular ehtimol balkim nimadir anaqa o'sha paytda baxtlidir deb aytib o'tib ketyapmiz. Xo'p. Davom etamiz darsga. Qaranglar. And deymiz. We can see nima ko'rishimiz mumkin yana? Shirinlik, yana o'sha suvlar, o'shalar gapirib o'tib ketaylik. Kellar. We can see some biscuits deb ketaveraylik. Biscuits, some biscuits and drinks. Biz yana undan tashqari some biskuitlar ko'ryapmiz, ba'zi biskuitlar ko'ryapmiz va ichimliklar ko'ryapmiz. On the table, stolda. Xo'p. And va fikrimizni davom ettiramiz. Based on certain nima deymiz? Nima desa bo'ladi? Kitchen equipment on the background. Ya'ni qaranglar. O'sha oshxona jihozlari, fondagi oshxona jihozlaridan biz balkim ular nima oshxonadadir deymiz. Qaranglar. They may be in nima deymiz? In a kitchen demaylik shuni. Buni kitchen deyiladi, qaranglar. Mana yerga boshqa so'z topaylik. Kitchen bo'lib qolyapti chunki. Hozir bitta lug'atga yuzlanamiz. Menimcha culinary degan so'z bor edi. Bor ekan. Nima ekan hozir? 1 minut. Mana qaranglar. Culinary degan so'z bor ekan. Ya'ni mana. Culinary. Ya'ni ovqatga bog'liq degan ma'nosi bor ekan. Mana ko'rishlar mumkin. Xo'p. Davom etamiz. Culinary ekan. Culinary equipment on the background. Ya'ni biz o'sha orqa fonda ko'ryapmiz, to'g'rimi? Mana qaranglar. Orqa fonda ba'zi oshxona jihozlarini ko'ryapmiz. Shuning uchun biz ularni oshxonada bo'lsa kerak deb o'ylayapmiz. Xo'p, endi qaranglar, to'rga o'tamiz. Bolalar, sizlarga hozir bitta narsani oldindan qilib ketdim men. Ya'ni buni hozir birinchi to'rda yozib olaylik. 4-elementimiz. Nima bo'ldi? Hozir 4. Mana. Xo'p, qaranglar. 4-elementimizga kelsak, make a gas. Ya'ni
taxmin qilishimiz kerak. Based on certain certain elements in the photo. Photo. Qaranglar. Biz endi 4-elementda nima qilishimiz kerak? Qaranglar. Bizga aniq fakt rasmda berilmagan, lekin biz taxmin qilib gapirib o'tib ketishimiz mumkin bu narsalarda. Men ahamiyat bergan bo'lsalar, shuni 3-chi, mana 3 ta gapini yozayotganimda shuni orasiga qo'shib ketdim. Kellar shuni bunday qilaylik-da. Bunday copyright qilaylik. Shuni bundan keyin 3 bilan 4 ni bir xil yozib beraylikmi? Hadda shunaqa qilib. Qaranglar. Mana ikkalasini bitta yozib ketdim bir yo'li. Xo'p, qaranglar. Men qayerda ishlatdim buni? Ya'ni o'sha taxmin qilib ya'ni aniq fakt emas, lekin men shunaqa bo'lsa kerak deb misol uchun mana mana yerda gapirib o'tib ketdim. Qaranglar. Mana probably happy at this moment. Qaranglar. Biz rasmga qarasak, ular biz bilmaymiz ular rostdan baxtlimi, lekin misol uchun mana kulishlaridan ular balkim o'sha paytda baxtlidir deb aytib ketyapmiz. Ehtimol qilib aytib ketyapmiz. Tushunyapsizlarmi? Qaranglar. Mana yerda ham xuddi shunaqa voqea bo'ldi. Hozir qarab turinglar. Mana. Mana. Shatda. Qaranglar. Ba'zi o'sha biz orqada, mana rasmni qaranglar-da. Rasmning orqasiga qarasak, to'g'ri biz oshxona buyumlarini ko'ryapmiz, lekin 100% oshxona demaymiz buni, to'g'rimi? Shuning uchun biz oshxona buyumlarini ko'rayotganimiz uchun menimcha ular oshxonada deb taxmin qilib o'tib ketyapmiz, ya'ni guess qilib o'tib ketyapmiz, tushunyapsizlarmi? Ya'ni aniq fakt bo'lmayapti. Misol uchun mana there are 2 men and 3 women deb gapirib o'tib ketsak, bu fakt bo'ladi. Chunki rostdan ham bu narsa bor. Lekin biz aniq narsani ko'rmasdan biz taxmin qilib gapirsak, u guess qilib gapirib o'tib ketgan bo'lamiz. Xo'p, endi qaranglar. Ovoz va ekran yaxshimi? Ayta olasizlarmi hozir 1 minut? Ovoz va ekran yaxshimi? Chatga yozib yuboringlar iltimos. Yaxshimi? Darsga davom etamiz. Ketdik. Xo'p, qaranglar. Endi biz oxirgi, ya'ni o'sha oxirgi o'sha elementimizga yetib keldik desa ham bo'ladi. 5-chi. Ketdik. To'g'ri bo'lib qoldik. 5 deymiz. 5 deymiz. Yana o'chib tashlaymiz. Xo'p, ketdi 5. Use contrast. Ya'ni use contrast use contrast expressions. Use contrast expressions. Misol uchun qaranglar. Biz zid so'zlarni ishlatishimiz kerak. Misol uchun ammo, lekin degan so'zlarni ishlatishimiz kerak. Misol uchun mana however yoki yana bitta unga sinonim so'z bor. In contrast so'z bor. Yoki qaranglar. On the contrary degan so'z bor. Misol uchun endi qaranglar. Bu so'zlarni biz qachon ishlatamiz? Bu so'zlar ya'ni o'sha however degan so'zlarni ishlatishimiz kerak deyilyapti, lekin buni qachon ishlatamiz? Qaranglar. When starting to talk about the other nima desa bo'ladi? Picture. Qaranglar. Biz shunaqa however, but degan so'zlarni misol uchun lekin xo'p,
Bu so'zlarni biz mana misol uchun birinchi rasmni tasvirlab bo'ldik, to'g'rimi? U haqida gapirib bo'ldik. Endi ikkinchisiga o'tayotganda shunday qilib boshlab ketishimiz kerak. Xo'p, endi men sizlarga shunga bitta misol keltirib, gapni davom ettiramiz. Qaranglar. Hozir nima qilib ketdik. In contrast degan so'zni ishlatib keturaylik. Ha? In contrast nima deymiz? Nima desa bo'ladi? The next picture demonstrate nima deymiz? Illustrates a different nima deymiz? Qaranglar. Va biz lekin deyapmiz. Keyingi rasm bizga har xil ssenariy ko'rsatadi. Ya'ni unga zid ravishda deydimi, shunaqa nimani ko'rsatadi deyapti. Misol uchun, qaranglar, gap davom ettirib ketamiz. Group of people, misol uchun nima deymiz? Bitta rasmga qarab olaylik iltimos. O'tirishibdi, gaplashyapti, suv ichyapti. Bo'ldi. Xo'p, ketdik. Davom etamiz, qaranglar. Sitting, o'sha odamlar o'tirishibdi. Around, nima deymiz? A table deylik. Around the table, ya'ni o'sha guruh odamlar, ya'ni o'sha stolda atrofida o'tirishibdi deyapmiz. Xo'p, endi qaranglar. In deymiz. In what seems qaranglar. What seems nima deymiz? To be a nima desa bo'ladi? Cafeteria yoki restaurant desa bo'ladi. Kellar restoran deb ketaveraylik. Restaurant, ko'rinishdan o'sha restoran, mancha restoran deyapmiz. Ya'ni bu yerda ham nima qilib ketyapmiz? Guess qilib ketyapmiz, bolalar. Tushunasizlarmi? Mana, guess qilib ketyapmiz bu yerda ham. Xo'p, dashi davom etamiz, ketdik. Endi tasvirlashga o'tamiz. Endi nimalar bor o'zi? Nechta odam bor? Bir ko'raylik-chi qani. 1 2 3 4 5 6 7. Odamdan boshlab gapirib ketaveraylik. Xo'p, qaranglar. There are overall, ya'ni umumiy 7 people demaylik. Individuals, ya'ni umumiy bizda 7 ta odam o'sha atrofda o'tiribdi. 3 men and 4 girl. Okay, qaranglar. O'sha o'tiribdi, lekin endi nimasini aytib ketyapmiz? Nechta o'g'il bola, nechta qiz bolaligini ham bir yo'la aytib ketib qolyapmiz. Xo'p, qaranglar. Endi tasvirlashga o'taveraylik. Qaranglar. Nima deymiz? Some of them nima deymiz? Are talking while others ba'zilari o'sha gaplashyapti, ba'zilari o'sha nima qiladi? Qaranglar. While nima deylik? Some others ba'zilari, ya'ni ba'zi boshqalari are drinking deylik. Are drinking and nima deylik? Probably, ya'ni battam yana probably deyishadi o'tib ketyapti. Ehtimol qilib nima deymiz? Mana bitta qizni ko'rdim-da, nimadir qilyapti. Mana bu qiz ajoyib nima deydi? Niyat aytayaptimi qo'lida qadag'ida ushlab. Keling, nima deylik? Bir so'z ko'rdim. Making a toast. Qaranglar. Ba'zilari
ba'zilari gaplashayotganda ya'ni ba'zilari ichishyapti va ehtimol ular to'st aytishyapti deyapmiz. Ya'ni o'sha niyatlarini aytishyapti qadoqni ko'tarib. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni agar sezgan bo'lsanglar mana yerda ham probably qilib aytib ketdik, to'g'rimi? Xo'p, mana. Ya'ni ehtimol, taxmin qilib aytib ketdik, lekin biz bilmaymiz ular to'st wish qilyaptimi, o'sha niyat qilyaptimi, yo'qmi. Lekin biz baribir albatta o'sha nima deydi, taxmin qilib aytib ketyapmiz. Xo'p, endi ketdik, davom etamiz. They, nima deymiz? They all deylik. They all seem nima deyishimiz mumkin? To be at nima deymiz? Similar ages. Ya'ni ular shunaqa nima deydi? Bir xil yoshda bo'lib ko'rinyapti ular. Tushunasizlarmi? Ahmed bersizlar, rostdan ham shunaqa ko'rinyapti. Bir xil yoshda bo'lib ko'rinyapti. Shuning uchun bu gapni yozdim. Xo'p. Endi qaranglar, bitta yana guess qilib o'tib ketaylik, shatda oxirida. Qaranglar. So nima deymiz? Perhaps so perhaps balki deyapmiz. Nima deymiz? Bunday qilaylik. Nima kim bo'lishi mumkin ular bir-biriga? They could be nima deyishimiz mumkin? Classmates. Ya'ni o'sha sinfdosh kollektivi bo'lishi mumkin deb albatta yana guess qilib o'tib ketyapsiz. Ahamiyat bersanglar. Hozir buni ham bunday belgilab qo'yaylik shuni. So perhaps they could be ya'ni nima? Colleagues. Yeah? Like this. Xo'p, endi qaranglar. Mani eng yoqtirgan joyim keldi. Ana bu tugadi. Biz speakingimizni yozib tugatdik. Endi qaranglar nima qilib chiqamiz. Bu yerga chiqamiz. Men yoqtirgan taraf keldi, to'g'risi. Xo'p, qaranglar. Kelinglar, mana savollarni bitta qilaylik-da oldin. Mana bunday qilamiz. Bunday qilib copy-paste qilamiz-da. Tak. Ana. Bunday qilamiz. O ana. Ya'ni bu yoqqa bo'ldi, o'tdi bu yoqqa. Endi 3 ta savolni o'chiramiz. Delete. Erta. Bunday qilamiz. Mana 3 savolni ham qo'ydik. Endi 4 savolni qo'yamiz bu yoqqa. Ya'ni 4-chi element qo'yamiz. Savolni qo'yamiz. To'rtinchi. Mana 4dika. Batta endi 5 ham bor. Mana yerda hozir 5 ham qo'yib qo'yamiz. Tak, nima qilamiz? Sal kichkinaroq yozib qo'yaylik, chunki sig'mayapti to'g'risi. Mana. Qarang. 26 qilsa yetarmiz. 5. Qarang. Mana 5 ta element yozib oldik. Endi mana yerga hozir yozib chiqqanlarimiz hammasini mana yoqqa hozir bo'yab chiqamiz. Nima qaysinga tegishli art yaratamiz. Qaranglar sizlarni hozir. Chiroyli bitta art yaratamiz. 24 yo 28 yetarmi? 26. Ha, 20 yetarkan menimcha. Xo'p, mana tepaga olib o'tamiz, qaranglar. Buni ham tepaga olib o'tamiz, qaranglar.
Xo'p, qaranglar. Biz bularni joyladik-a? Endi qaranglar. Endi bo'yash qoldi. Endi bo'yab ajratib chiqamiz gaplarni. Xo'p, birinchi elementimizda nima deyapti unda? Bir qaraymiz. Man tepaga o'tib ketib qolibdi. Uzr. Mana. Qaranglar. Birinchisida starting with the general theme of these two pictures. Ikkala rasmda boshida umumiy fikr berib o'tib ketdi-yu. O'shani keldi nima qilamiz? Keldi yashil rangga bo'yaylik-da shuni. Yashil qilaylik shuni. Mana. Yashil qilaylik. Ha, yashil qildik. Endi bu yerda qaysi bunga qaysi gapida? Birinchi gapida, to'g'rimi? Mana general gapirib o'tib ketdik mana bu yerda. Ikkalasi ham o'sha nishonlashga bog'liq deb gapirib o'tib ketdik. Endi qaranglar, ikkida nima deyapti? Describe it for har bitta rasmda bittadan urg'u berib o'tib ketib turib, ikkitadan gap aytib tasvirlab ketdi-yu. Endi o'shani qaysi rangda bo'yasa bo'ladi? Ko'k qilaylik. Pictures, mana. Xo'p, endi buni biz qayerda gapirdik, aytaymi? Manatgacha gapirdik. Qanaqacha gapirdik? Ikkinchi rasm tasvirlayotganimizda ham gapirib o'tib ketdik shuni. Mana. Manatgacha. Yes. Here. Xo'p, qaranglar. Endi 3 nima deyapti? Hali eng ko'pi shu 3-chi elementga gapirdi, ya'ni detallarni tasvirladi-yu. Kelinglar shuni nima qilamiz, aytaymi? Kulrang qilamiz. Kulrang qo'llaveraylik. Bunday qilsak, ana. Xo'p, manalar hammasi detal. Mana ham detal. Mana ham detal. Qaranglar. Mana ham detal. Bu ham detal. Eng ko'pi detalni gapirdik-da, to'g'risi. Mana yo'qsa, mana yoshini gapirdik mana yerda. Qaranglar. Shularning hammasi detal mana kulrangdagilar. Endi qaranglar. To'g'ri nima edi bizda? Make a guess based on elements in the first. Ehtimoliy so'zlar bor-ku. Ya'ni o'sha probability words'lar, ya'ni o'sha ehtimoliy shunaqa bo'lsa kerak, mana shunaqa bo'lsa kerak, maybe o'shanga o'xshagan so'zlar, perhaps ga o'xshagan so'zlarda biz hozir endi qana sariqda belgilayveraylik endi. Chunki naryoqda sariq belgiladi-yu. Xo'p, o'z belgilab bo'ldi-yu buni yozish davomida, to'g'rimi? Keldi unda 5 ga o'tamiz. 5 adashmasam bitta ishlatdik xolos, ya'ni ikkinchi describe ga o'tishimizdan oldin ishlatdik uni. Mana ishlatib biz. Keldi qizil qo'yaylik mana. Bunday qilib. Ya'ni zid so'zlar. Anaqa. Ammo lekin degan so'zlar. In contrast qizilga bo'yatdik. Mana do'stlar, shu bizda part elementlarni qo'yib chiqqanimiz. Mana. Haqiqiy art bo'ldi o'zi ham bor. Bunday qilamiz. Sal kichiraytirsak bo'lmasmi? O'z navbatda. Qaranglar, mana sizlarga hozir screenshot qilib tashlab qo'yaman. Ikkalasini. Bunday screenshot qilamiz. Xo'p, mana chatga tashlayapman. Xo'p, qaranglar. Nima deymiz? Mana tashlab qo'ydim. Xullas, shu bilan bizning darsimiz tugadi. Mana ikkita savol mana yerda qoldi. Qani? Mana.
2 bilan 3 unga o'zinglar topishga harakat qilasizlar. U sizlarga vazifa shu mana 5 ta elementga moslab tuzib ko'rasizlar o'zinglar. Gap. E, Bo'ldi, shu darsimiz nihoyasiga yetdi. Qatnashganlarga hammaga rahmat. Hop, men o'chiryapman zapis tujay.